Mana shunday ob-havoda 10 daqiqa ko'chada turishni tasavvur qilyapsizmi? Qor, yomg'ir ostida turish oson emas. Bugun ertalabdan yo'l tozalovchilar va yo'l inspektorlar ishlayotganiga ko'zim tushdi. Inspektorlar poytaxt ko'chalarida har bir harakatni nazorat qilib, haydovchilar va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlayapti. Havo sovuq, yerlar nam. Shunday bo'lishiga qaramasdan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari odamlar sog'-salomat uyga yetib borishini ta'minlayaptilar. Bugun bu soha xodimlari chin ma'noda reportajimiz qahramoni bo'lishga haqli. Biz hozir qarab o'tyapmiz, siz va yo'l tozalovchilar faqat ko'chada ishlayapti. Shunaqa payti fuqarolarimiz, xalqimizga yordamimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Endi biz chiqmasak bo'lmasa kerak. Sababi bu yerda tirbandliklar bo'ladi. Bunaqa ob-havoda tirbandliklarni oldini olmasak bo'lmaydi. Qanchadan beri turibsiz bu ko'chada hozir? Ertalab 6 dan beri. Endi 3 gacha turamizda. Bunaqa havoda hamma xizmatga jalb qilingan. Xalq xizmatini qilmasak bo'lmaydi. Transport vositalari oqimi ko'p. Qorda xalqimizni, fuqarolarni, haydovchilarni eson-omon ishga borishi, kunlik bozorga borishlari, xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xizmat olib boryapmiz. O'zimiz mana kiyinganmiz, qalin kiyinganmiz, sapoklarda, plashnakitga suv o'tkazmaslik uchun. Odamlar mehnatsiz qadriga yetadimi? Yetadi, albatta. Duo qilib ketadi yosh kattalar, haydovchilar, fuqarolar, piyodalar to'xtab rahmat aytib ketishyapti. Shuni o'zi katta gap biz uchun. Endi bizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Sababi bundan ham qor ko'p yoqqan paytlari xizmat olib borganmiz. Svetoforlar ishlamay qoladi sovuqda. O'shanaqa paytlari ham xizmat olib borganmiz. Oldin bo'ldi-yu, ana mana sovuq. O'shanda turganmiz, xizmat olib borganmiz. Sovuqda svetoforlar ishlamay qolgan. O'shanaqa holatlarda ham xizmat olib borganmiz. Yo'q, biz uchun og'ir emas bu. Biz uchun sharaf bu. Biz har doim mana shunaqa havoda ham yosh kattalar to'xtab, mana duo qilib ketyapti. Ota-onangizga rahmat deb. Biz shuni eshitsak g'ururlanamiz, faxrlanamiz, kuch olamiz shundan.